Assalomu alaykum, qadri baland, qadrdonlarim. Bugun 2025-yilning 18-dekabr sanasida sizlar bilan yana bir bor Maftuna brendi kanalida g'oyibona bo'lsa-da ko'rishib turganimdan xursandman, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir mana Ozoda qizimni maktabga jo'natyapman. Ozodani hozir ertalabdan uyqusiryapti-da, shuning uchun nariyoqqa yuraveramiz, hozir keladi. Mashina mana yoqdan yuray. Mana bunaqa joydan. Qoq oyog'ingni. Hozir 2 minutga bormay oyog'ing muzlaydi maktabda. Juda ham yaxshi qor bugun. Voy, hali odam izi yurmagan joylar mana. Hozir dugonasini dadasi bilan dugonasi keladi, mashinada ketishadi bular. Juda ham yoqimli, ajoyib qor yog'di, hurmatli kuzatuvchilar. Hali bu qish boshlanganiga birinchi marta bunaqa chiroyli qor yog'ishi. Alhamdulillah, Allohga shukr. Nima deydi, eng xayrlisini bergan bo'lsin ilohim. Nima deydi, barokatli yomg'ir, qorlar bo'lsin. Kechagi yomg'irdan keyin mana oppoq qor hali ham yog'ishini davom etyapti. Mana haqiqiy qish. Juda ham chiroyli. Hali endi bunaqa yorishib ham ketgani yo'q, hurmatli kuzatuvchilar. Juda ham yaxshi havo bo'lyapti. Mazza, mazza. Mana Ozoda qalin kiyimlar kiyib, hozir dugonasini kelishini kutyapti. Juda ham yoqimli. Hali mashinalar ham kam, oyoq bosilmagan joylar. Juda ham yoqimli, pozitivniy qor yog'yapti. Ozoda, oyog'ing bitta qoq-qor qizim, yaxshilab. Yaxshilab. Ha, anonga urasammi? Qaysinga? O'shanga. Unday emas, mana bunday qil. Bunday qil, yonboshchasiga ur, qoqiladi. Astaroq. Tosh tushib qolmasin yana. Hozir keladi dugonang. Dadasi. Mana kelyapti. Yo'q bo'lmasmi? Yo'q bo'lmas ekan. Bo'lmas ekan. Mana yoqdan o'tsangiz bo'ladi, ha, nerdan? Rosa chiroyli qor. Ha, bo'ladi. Ana shu yerdan o'ting. Qor yog'gan yoqyaptimi senga qizim? Ozoda qizim. Chiroyligina. Baribir qish-qishda. Qish o'z o'rnini, yoz o'z o'rnini. Bahor, kuz hammasi o'z o'rnida bo'lgani yaxshida. Allohga shukr, behisob shukr. Shunday nima deydi, bizni mana shunday oppoq beg'uborlikdan, kasalliklardan nima deydi, bahramand qildi. Kasalliklar ketadi, Xudo xohlasa. Ko'pchilik gripp bo'lib yotib qolgan bemorlarga ham yaxshi. Havo tozalanadi. O'zi necha kundan beri yomg'ir yog'ib, havo ham tozalandi, hurmatli. Mana juda ham kuchli yog'ganda mana bu daraxtchalarni ham qulatib qo'yibdi. Mana gullarimizni bosib qolgan. Juda ham odam borlari ketadigan yaxshi bo'lyapti. Havo unaqa sovuq emas, yoqimli, qorbo'ron o'ynab, bolalik gashtini suradi bolalar albatta. Chunki avvallargidek yog'may qo'ygan edi bunaqa qorlar. Xudo xolasa davomli bo'ladi. Juda ham yaxshi, zo'r, chiroyli, hamma joy oppoq. Allohimni ne'matlaridan aylanay. Ertalabdan sizlar bilan Maftuna brendi kanalida qisqa bo'lsa-da ko'ngillaringizni ko'targan bo'lsam, men bundan juda ham xursandman. Sizlardan men o'zimga kuch olaman. Sizlar ham mendan ko'pchilik aytadi, sizdan motivatsiya olamiz deydi. Men ham sizlardan mana shunday motivatsiya olaman. Hammalaringizga rahmat. Yana bir bor ko'rishib turganimdan xursandman. Hammalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Sizlar bilan yana bir bor Maftuna brendi kanalida ko'rishganimdan xursandman.
Sog' bo'linglar, hurmatli kuzatuvchilar.